shart emas. Bolalar biz o'zimizning darsimizdan nom qo'yaveramiz. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Aferin. Guruhlaringizda bitta o'quvchi chiqsin. Olib chiqsin. Ishdan o'qirib oling. Farq qilib. Nari bir. Qani ifodalarni o'qinchi. To'xtang, ko'rsatmay turadi. Uch ko'paytirib teng 9. Aha. 3 ko'paytirib 6 18. 3 ko'paytirib 4 teng 12. 3 ko'paytirib 2 ko'paytmaning qiymati 6. Aferin. 3 ko'paytirib 5 ko'paytmaning qiymati 15. Juda yaxshi. Bolalar, endi hammamiz birgalikda yig'inalib, mana shu ifodalarning qiymatini o'sish tartibida joylashib turib olamiz. Bir-biringizga ko'ring. Boshqalar diqqat bilan tinglaydi. Kim birinchi, kim ikkinchi bo'lib turadi? Bu yoqdan boshlab turamiz, Matihamlar. Ha? Birinchi. Aha. Так. Xo'sh. Yaqinroq tursin-chi. Al endi qog'ozlarni ushlab, ko'taring. Bolalar, sizlarga shunday savol. To'g'ri turdimi bular? To'g'ri joylashdimi? Qo'l ko'tarib javob bering-chi. Ular to'g'ri joylashdi. Qayerdan bildingiz? Chunki orqasida gap chiqdi. Gap chiqdi, o'qib beringchi, Ali. Tengliklar va tengsizliklar sonli va harfli ifodalar. Aferin. Bugun bolalar sizlar bilan biz yangi mavzumiz tengliklar, tengsizliklar, sonli va harfiy ifodalar bilan tanishamiz. Yana shu qatorda Qozoq xalqining milliy kiyimlari bilan dars etaplarida tanishib boramiz. Bolalar, endi sizga savol. Biz bozorga borganda, xarid qilganda nima bilan xarid qilamiz? Nima to'laymiz? Tiyinchaqalar, juda yaxshi. Endi qog'ozli pullarni nima deymiz? Kupyura deymiz. Bolalar, bugun sizlarni men mana bunday tiyin chaqalar bilan baholab boraman. To'liq javob bergan o'quvchiga 100 tangaliklar va sal savollari nima bo'lsa, kamchiliklari bo'lsa, sal adashsa 50 tangaliklar bilan baholab boraman. Tangalarni qayerga savoladi? Qanday cho'ntakka? Men cho'ntakka savolaman. Mana bu o'quvchilarni 100 tangaliklar bilan baholayman. Darsning oxirida tangalarni siz sanaymiz. Bu juda yaxshi. Qolganlar o'tir. Qo'limizni qo'ydik. Bolalar, bugun yangi mavzuni men tushuntirib beray sizlarga. Bolalar, 14 teng 14. Ya'ni taqqoslashda ikkala tarafda bir xil son bo'lsa, biz o'rtasiga teng belgisini qo'yamiz. Ifodalarni ham taqqoslaganda ifodalar qiymati bir xil chiqsa, o'rtasiga teng belgisini qo'yamiz. Biz bularni bir so'z bilan tengliklar. Aferin, tengliklar deb ataymiz. Tengsizlik. Bu yerda bolalar sonlarimiz bittasi bir-biridan katta yoki kichik bo'lsa, ifodalarning qiymati biridan katta, biridan kichik bo'lsa, o'rtasiga katta, kichik belgisi qo'yamiz. Buni biz nima deymiz? Tengsizliklar. Aferin, tengsizliklar deymiz. 16 qo'shuv 39, 8 bo'lib 2, 4 ko'paytirib 2, 37 ayru 24. Bularni bir so'z bilan biz ifodalar deymiz. Endi shu joyda aytib ketingchi, ifodalarni necha guruhga bo'lganmiz? 4, 2. Qolsa 2 guruhga bo'lganmiz. Juda yaxshi. Harfiy ifodalar va sonli ifodalar. Bular qanday ifoda deb o'ylaysiz? Sonli ifoda. Nima uchun? Chunki bunda harf yo'q. Harf yo'q. Aha, yana. Nima? Chunki ularda bo'lish, qo'shish, ayrishlar bor. Yana. Munisa. Ko'paytirishlari ham. Yana nima qilishgan?
faqat sonlar qatnashgan. Juda yaxshi. Mana shuning uchun ham bularni sonli ifodalar deymiz. A ko'paytiruv 3, V bo'luv 4, S ayru 2, 74 bo'luv 74 qo'shuv V. Bularning hammasi harfli ifodalar. Bu yerda lotin harflari qatnashyapti bolalar. Qanday harflari? Lotin harflari. Bularni biz bir so'z bilan harfli ifoda deymiz. Chunki harfli ifodada faqat ifodalarimizda harflar qatnashadi. Qani endi menga tenglikka misol keltiringchi, tushungan bo'lsangiz. Tenglik ikki son bir qiz bo'lsa, tenglik bo'lishadi. Misol keltiring. 2 qo'shuv 2 teng 1 ko'paytiruv 1. Hay 1 ko'paytiruv 2. Juda yaxshi, ya'ni ifodani taqqosladingiz tenglik, juda yaxshi yana. 15 qo'shuv 15 teng 3 5 ko'paytiruv 6. Aferin. 20 teng 20. Aferin. Tengsizlikka tuzaychi qani? Tengsizlik Jahongir. 20 ayru 10 ayru 5. Endi katta kichik belgisi qo'yasiz-chi? Katta 20 ayru 10 kattami kichikmi? katta Davom ettiring. 10 ayru 5. juda yaxshi. Kara qaraymiz. Ko'paytiruv 4. 5 ko'paytiruv 2. 4 kara 4 katta 5 ko'paytiruv 2. Aferin. Endi sonli ifodalarga misol keltiringchi, xohlagan sonli ifodalarga misol keltiringchi. Madixonova 18 qo'shilgan 38. juda yaxshi. Qurbonalieva 16 qo'shilgan qo'shilganimiz qo'shuv. qo'shuv 23 ta. Juda yaxshi. 15 bo'lingan 5. Juda yaxshi. Endi harfiy ifodalarga misol keltiringchi. Siz harfiy ifodalar xohlagan. A ko'paytiruv 10. Juda yaxshi. Unisa S ko'paytiruv 2. Aferin. Juda yaxshi. Dars davomida men yana sizlarni tekshirib stikerlarda qiymatini topib birinchi meni eshiting. Nima qilish kerakligini bilasizmi? Bilasizmi? Aytmang shartini. Stikerdagi qiymatini topamiz, keyin foygada nomerlarimiz bor. Qiymati bilan foydali nomerimiz birday bo'lishi kerak. Birinchi Ali nima qildi? Ali ikkinchisini kim? Uchinchisini Dias. Qani Dias bu deysiz? Juda yaxshi. Juda yaxshi. Men 3 o'quvchini baholayman. Hamma to'g'ri joylashtirdimi? Juda yaxshi. Yaxshi bolalar, bayga bu qozoq xalqining sportlaridan biri turadi. Juda yaxshi bilamiz. Baygani yaxshi o'ynar ekansiz. Ketdik. Tengsizliklar mamlakati bolalar, qarangchi diqqat bilan. Bu yerda nima ortiqcha? Matluba. Nima ortiqcha? Matluba javob bersin-chi. 17 ayru 14 katta 12 ayru 11. 9 kichik 10. Shona. 7 qo'shuv 2 teng 9. Aferin, juda yaxshi. Mana shu ortiqcha edi, Botir Matluba qarang. Chunki ular nimada? Tengliklar. Tenglik, o'rtada teng belgisi bor edi. Yaxshi. Mana bu qozoq milliy kiyimlaridan bu erkaklar kiyadi. Men gapiraman, siz eshiting. Chapon. Mana bu ayollar kiyadigan kamzol deyiladi. Buni diqqat bilan eshitib boring, darsning oxirida aytib berasiz. Shu paytda gapir degansizda gapirasiz. Tushunarlimi? Bu nomi nima ekan? Chapon. Bu kamzol. Juda yaxshi. Darcha o'yini daftarimizni oldik. Darsligimizdagi ikkinchi misol.
yoki bo'lmasa mana taxtadan darchada tushib qolgan sonlarni qo'yib yozasiz. Oldin kelgan o'quvchilar daskada bajaradi. 5 o'quvchini baholayman. Ikkinchi misol. Bolalar chiroyli, to'g'ri yozishlaringizga e'tibor beraman. Xato. Birinchisi to'g'ri. To'g'rilab o'tiring. Uchta o'quvchi bo'ldi. Birinchisiga siz, ikkinchisiga siz chiqib daftarni saqlab tayyorlanib. To'rtta o'quvchi, bitta o'quvchini tekshiraman Sherzodni. Bo'ldi, Sherzod qoldi. Chunki Sherzod men birinchi bo'ldim deb. Boshdan yozing. Boshqalar tekshiradi. Vur, mana turib, tezroq chiqing. Birinchisi. Siz aslida yozing, siz ustiga yozing. Daskada yozolmaysiz. Qolganlar daskadan o'zini tekshirib, taxtadan o'zini tekshirib, o'zingizga baho qo'yib qo'ying. Ali 5 minut to'xtab turing-chi. Ali qanday yozdingiz? Chiroyli yozdikmi? Chiziqni ko'rmadikmi? Chiziq ichini nima qilmaslik kerak edi? Chiqartmaslik kerak edi. Juda yaxshi. Bir katakka ikkita son yozishga bo'ladimi? Bo'lmaydi, lekin bu yerda biz sig'may turibdi, to'g'rimi? Juda yaxshi. Ofarin. Bularga 3 qarsak chalib qo'yishchiqam. Bo'ldikmi? Hamma to'g'rilab bo'ldimi? Ulgurmaganlar yozib olishi mumkin. Chiroyli yozishga harakat qilamiz. Davlat chaqqon davlat. Yaxshi. Bolalar, endi ifodalar mamlakatiga kelamiz. Diqqat bilan qaraymiz. Ifodalar mamlakatida nima ortiqcha? Ifodalar mamlakatida islom katta to'rt. Juda yaxshi. Nima bu katta to'rt? Ifodami? Yo'q. Tengsizlik. Aferin. Juda yaxshi. Ketdik. Bolalar, endi qarang, bu yerda Qozoq xalqining qizlar kiyadigan ko'ylagi va boya ko'rsatdim, bu sirtiga kiyadigan kamzul. Tushunarlimi? Ketdi. Matematik estafeta bolalar. Matematik estafetada bu yerda har bir fanlarni juftlik bilan ishlaysiz va guruhda ham bir-birimizga o'tkazib boramiz. Bizda 3-qatorda bitta o'quvchi nima qilmaydi, Ali ikkita topshiriqni bajaradi. Tushunarlimi? Men boshladagina boshlaysiz. Mana 200 berishmi? 200 berman, aka 100 bersin. Rahmat bolam. Chestnoy kelsa. Ket, boshladik. Ashdik, boshladik. Birinchisini bajarasiz, orqaga o'tkazasiz. Çornavik tashla.
Jo'natga, albatta jo'natga. Qaysi bo'lsa men tekshirib. Aferin, hammasi to'g'ri. Juda yaxshi. Chaqan. Bolalar xatasiz nima qilmaymiz, to'g'ri bajaramiz. Tekshirib ko'ring. Xanova, sizni xato bajaradi deb o'ylamadim. Ozgina xato bo'lib turgan sizlarni gapishtiraman. Bitta xato qilibsiz. Siz xato qilgansiz. Shashdingizmi? Aferin. Oxirida bo'lsangiz ham bolalar to'g'ri bajaribsiz. Juda yaxshi. Ismaylingizni yopishtirib qo'ying. O'zimizga yana 3 qarsak chalib qo'ying. Aferin. Bolalar, mana bu yerda tekshiramiz. Bizda adashgan mana kim edi? Mantiqanova. 84 bo'lar ekan, qiymatda siz xato bajargansiz, qolgan hammasi to'g'ri bajaribdi. Juda yaxshi. Bitta Mantiqanovalar juftliklari adashib qoldi, keyingi safar to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Ketdi. Sehrli sandiqcha. Bolalar, men bu sehrli sandiqcha olib keldim. Juda ham sehrli bu. Agar sirtidagi topshiriqlarni to'g'ri bajarsak, sandiqchamiz ochiladi. Ketdi. 5 kere 5. 5 ko'paytir 5. Sirtida qiymatlari bor. Paskaska. 5 kere. Ha? 18. Yatlama askeri. Yardım ediyorum hiç. 25. Aferin. Al. 4 kere 3. Hani anlatmış? 12. Al. Hangisi benim? Şuraya yaş. 3 kere 3. 9. Anla. Aha. 2 kere 5. 2 kere 5. 2 kere 5. 2 kere 3. 2 kere 6. 6. 4 kere 4. 12. 13. 18. Xo'sh. 2 kere 9. 18. 18. Agar shuni to'g'ri aytmagandan ochilmas edi, sandig'imiz ochildi bolalar. Lekin ichi bo'sh.
Tovush chiqyapti. Nimaning tovushi? Kompyuterda chiqyaptimi? Men sizlarni aldayapman aka. Nimaning tovushi? Xo'p, kompyuter nimaning tovushi? Chapaqsangiz, adabiy. Qarsakning tovushi. Qarsakni qayerda eshitasiz? Poygada o'tganda, aha. Paygalarda, to'ylarda, tug'ilgan kunlarda, Aferin. Sirkda, futbolda, musobaqalarda, teatrda juda yaxshi. Endi nima uchun chaladi u qarsakni? Aha. qiziq bo'lganda, Qiziq bo'lganda, quvonganda chaladi. Juda yaxshi. yaxshi o'ynaganlar uchun, Raqsga yaxshi tushganlar uchun chalasiz. Xo'p. Kulganlar uchun, aha. Xo'p. qarsakni kulib ko'rsagan Xo'sh. Ko'ngil ko'targani uchun qarsak chaladi. Juda yaxshi. Hunarlarni ko'rsatgani uchun qarsak chaladi. Yaxshi. Al endi hozir darsda bir endi dam olib ko'raychi, biz ham o'z ko'nglimizni ko'tarib ko'raychi. Oddiy qarsak emas, men qo'limni qancha yuqori ko'tarsam, siz qarsakni qattiqroq chalasiz. Qo'limni yaqin qanday pasaytiramiz. Mashq qilib ko'ramiz. Apaylarni chalishga boshladim. Aferin bolalar. Ko'ngillarni ko'tardimi? Haqiqatan qarsak ko'ngil ko'taradi ekan. Odamning ko'ngli qanchalik ko'tarib yursa, darsga degan ishtiyoqi, hayotga degan qiziqishi juda ham ortaverar ekan. Xafa bo'lib yursanglar, hech narsa qiziqmaysizlar ekan. Shuning uchun har doim qanday bo'lib yuramiz? Kulib yuramiz. Birov xafa qilsa ham kulib turamiz. Juda yaxshi. Keyingi topshiriq sonli ifodalar mamlakatiga. Xo'sh, nima aqobat? Karra demakchi. Xo'sh, juda yaxshi. Juda yaxshi. Al endi tekshirib ko'raychi. Yig'ga ketib qoladi. Ha, yopishib qolyapti. Juda yaxshi. Qani tekshirib ko'raychi, to'g'ri topdimi, balki noto'g'ri. Sonli ifodalar. Xato beryapti. Sonsi ayrim ikkimi? Juda yaxshi. Al endi bu yoqqa qarab turaylik, bolalar. Sonli ifodada boyagi xato ekan, men adashib qolman Botir. Sen quvonib ketdimda, to'g'ri javob berib qoldim, Botir deb. Qarang bolalar. Bu qozoq milliy oyoq kiyimlari ekan. Mahsi deyiladi. Mana bu o'yuqlari bor. Buni ayollar kiyadi. Etik deyiladi. Tushunarlimi? Tanishib oldikmi? Davom ettiramiz. Pentagramiz. Bolalar, guruhli ish bu yerda. Hozir men ifodalar beraman. Ifodalar diqqat bilan eshiting, men ifodani ikki guruhga ajratamiz. Harfiy ifodalarning qiymatini topasiz. Guruhimizni nomlaymiz planeta nomlari bilan. Bolalar shu narsa men klipni yopishtirib yubordim. Aferin, sizlar topdinglar. Bolalar guruhda ishlaganda guruhlarni tinglaymiz. Bir-birimizning fikrimizni qo'llaymiz.
değil? Yok. Albinalar молодец. Biri yapıştır yaptı, biri aslında becerdi. Aferin. İfadelerini rastdan baldan namlayız. İfadeler namını namlayız. Qanday ifadeler? İfadelerini namlayız. İfadelerini namlayız. İfadelerini namlayız. Men ishlab turaychi bugun. Men chiqaychi. Ustoz aytdi kecha. Men ishlab turaman. Yo'q, men o'zim tekshirib beray bo'ldi. Siz kecha aytgansiz. Ushlab tura qo'ysin-chi. Ben beraman. Tish. Yana qaysi guruh bo'ldi? Tez chaqqan. Ali sizlardan kim chiqadi? Kurslardan. Yordamlasha qo'ysin-chi, ana Botir yordamlashib chiqib ushlab qo'ysin. Aha. Sizlardan kim chiqadi? Men chiqaman. Aha. Kim yordamlashadi? Ha? Juda yaxshi. Bo'ldimi? To'g'rilangan turban. Başla. Saturn guruh sonli ifade, Juda yaxshi. Keyingisi. harfli ifade. Harfiy ifodaning qiymati qancha chiqdi? Birinchisi. Birincisi 15, 15, to'g'ri. ikincisi 98. Aferin. Juda yaxshi. Hammasini o'rnini bajargan sonli ifoda, harfiy ifoda. Nimasi bilan o'xshaydi ekan ikkalasi? Ifoda. Bu guruhga juda yaxshi. 3 ta smaylik. Kesib o'qiyveramiz. Saturn harfli ifade, sonli ifade. Aha. Birinchisinin qiymati 65, ikkinchisinin qiymati 15. Bular ifodalar. İfadeler. Aferin. Sizlerge ham 3 smaylik. Ali. Üçüncü grup Mars grubu. Birincisi harfli ifade. Biz zinin ornida sonini topdik. 40 ayrı 30 teng 10. 40 qo'shib u 62 teng 102. İkincisi sonli ifade. İkinin o'xshashligi ifade. Aferin. Juda yaxshi. 3 qarsak chalib qo'yingchi o'zingizga. Bende aferin. Uchala guruh bu ishni to'g'ri bajardi. Keyingi topshiriq bolalar harfiy ifodalar mamlakatiga keldik. Nima ortiq chiqdi Muhammad Ali? U qanday ifoda ekan? Sonli ifoda. Qani tekshirib ko'raychi. Juda yaxshi. Bolalar bu Qozoq xalqidagi erkaklarning chaponi va shalvar. Shalvar deymiz. Chapon, shalvar. Eslab qoldingmi? Xo'sh, endi topqirlar guruhi. Men guruhni qizlar guruhi bilan o'g'il bolalar guruhiga berdim. Eshiting topshiriqni. Eshitamiz. Masalaning men sxema bo'yicha to'g'ri joylashtirganimizga, yechimiga, javobiga qaranglar. 3 ta smaylik olishimiz kerak. Birinchi guruh qizlar guruhi, o'g'il bolalar guruhi. Tak, To'xta, uni keyin
ifade. Biz çıkamiz. Ko'l nomlari bilan nomladikmi guruhlaringni? Qani? Qizlar, bo'ling tezroq. Mantiqani qani qiyaqib turing. Bolalar biz o'zbek tili darsida o'rin-joy nomlari bilan tanishyapmiz. Nomlarini ko'l nomi bilan nima qiling dedim. Ikkala guruh ham to'g'ri ko'l nomlari qanday bilan yoziladi? Zayfan guruhi boshladi. Bu yerga mavzumiy o'yinlarda komanda 12 ta o'ynadi, g'olib bo'ldi. 19 ta o'yinda imkoniyatni qo'ldan boy berdi. 6 ta o'yinni durang natija bilan yakunladi. Komanda mavzuda hammasi bo'lib qancha o'yin o'ynadi? Hammasini topish uchun nima qildik? Qo'shdik. Tez. Birinchi amal 12 qo'shuv 9, qiymati 21. Ikkinchi amal 21 qo'shilgan 6, 27. Komanda mavzusida hammasi bo'lib 27 ta o'yin o'ynadi. mavzusida emas, mavsumida. Tushunarlimi? 3 tasi ham to'g'ri. Aferin. Ali boshlang. O'g'il bolalar guruhi Balxash. Musobaqa 30 ta ishtirokchilar kelishdi. Ularda 15 tasi tajribali o'yinchilar, 5 tasi endi boshlayotgan, qolganlari esa zapasdagilar. Zapasdagi ishtirokchilar nechta? Birinchi yo'li 15 ga 5 ni qo'shib olamiz. Teng yig'indining qiymati 20. Ikkinchi yo'li jamidan chiqqan qiymatni ayiramiz. Javobi? Javobi 10. Zapasdagi ishtirokchilar 10 ta. Aferin. Qizlar, o uchalasi ham to'g'ri. O'g'il bolalarniki qizlar, o'g'il bolalarni baholaychi bosh barmoqasi bilan. Albina turchi, nega bosh barmoqni yuqoriga ko'tardi? Chunki ular yashab qoladi. Juda yaxshi. Nima uchun? Bosh barmoq. Chunki yechimi javobida ham durust. Aferin. Endi o'g'il bolalar qizlarni baholaymiz. Bosh barmoq adisi bilan. Baholaymiz. Bosh barmoq adisi bilan. Xo'sh. Ali turchi, nima uchun yuqoriga ko'tardingiz barmoqni? Chunki ular yechimini javobini to'g'ri aytadi. Aferin. Juftlik ishbozlar tez qovusni qo'y o'yini. Tushib qolgan qovusni qo'yasiz. Boshladik. Oldingizda turibdi. Aferin. Birinchi juftlik bo'ldi. Juda yaxshi. 3-chi, 4-chi, 5-chi juftlik. Uchinchi qadar deyarli hammasi bo'ldi. Juda yaxshi. Qirq to'qqiz, 48, 47.
Taşdemir bo'ldinglar? Ziyas bo'ldinglarmi? Bo'ldinglar. Chaqqonroq, Muhammadali tezroq. Bo'ldi, Muhammadali bo'psizlar. Qo'lni ko'tarsanchi endi. Turma. Ketdik. Mana bu ikki juftlik bir-biri bilan mashaq, bu ikki juftlik bir-biri bilan mashaq ishini tekshiramiz. Ayni men sizga ishonaman. Bolalar darsda javobi chiqdi. To'g'ri, tekshirib qo'ysa-chi. Darsga bilan tekshiring. Mana. Belgiladikmi? Endi almashtiring. To'g'ri bajargan juftliklar qo'llarini tursinchi. Aferin. Bu guruh, u qatordagilar ikkalasini to'g'ri bajardi. Bu yerda 4 o'quvchi, ya'ni 2 juftlik noto'g'ri bajardi. Yaxshilab 3 marta chaqiramiz. Alqiyni to'g'ri. Bolalar, sinfimizga ko'plagan mehmonlar kirdi. Mehmonlar tanlovi o'yinni o'tkazamiz bolalar. Bu yerda Gulnora xonimni sinfimizda o'quvchilardan kam darsga qatnashgan o'quvchini bittasini turg'izib, familiyasini bilmasangiz ham parta bo'yicha. Bu mehmon tanlovi o'yini haqqiga kam qatnashgan. Haqlig'im bitta o'quvchi. Tekshirib ko'ramiz. Sizga yaqin turgan. Bitta o'quvchini turg'izibchi, bilimini tekshirib ko'ramiz. Bugungi darsda yaxshi degan o'quvchinimi? yo'q. Nacharroq degan Kamroq shunday deyman, kamroq qatnashdi degan o'quvchini bittasini. Muhammadali. Muhammadali Oltinbal turing o'rningizda. Hozir men sizga ifodalar, tengsizliklar, tengliklar ko'rsataman, nomini aytamiz, xo'pmi? Nima? Boshqalar tinch o'tirib. Aferin. Xo'sh, yana nima deymiz buni? Ko'paytirish, yana nima deymiz? Kim yordam berib yuboradi? Tenglik. Xo'sh, Muhammadali durustmi? Rahmat bolalar. Oldimizda endi qilib topshiriq turibdi. Chaqqon moslashtirib beramiz tezda. Qalam bilan. Qalam bo'lsin, ruchka bo'lsin. Men 3 o'quvchini baholayman, qolganlarni o'ziniki nima qilaman. Keyin olib tekshiraman. Aferin. 3 o'quvchi bo'ldi. Aferin. Bu 3 o'quvchi Majidxon va kimni tekshiraman bo'ldi. Juda qolganlar bo'lib qo'lini qo'yadi, keyingi darsda tekshirib. Aferin. Ismlaringizni yozib bir chetga qo'yib qo'yamiz. Bolalar, oldingda aytingchi, kimda qancha tangasi bo'ldi? Chaqqan tangalarni sana 200 100 ya'ni 50 tanga. Xatolarimizni ko'rib o'tiribsizlar. 100. Yana 100. 100. Qani yana bu yoqqa qarang. Muhammadali aytib yubordi. 100. Mana boya sal adashdingiz. Shuning uchun kelib beraman. Qancha bo'lib qo'shinglar? 150. Endi bolalar qo'lni solsaylik. Bugun darsda hammasini yaxshi tushundim desangiz, tenglarni qayerda yig'maysiz? Bankada. Yana kopilkada. Men tengni bugun bankada yig'madim, yaxshimi? Hammasini yaxshi yig'madim degan bu qancha litr edi? 3 litrga. Menga savolim bor. Bugun sal qiynaldim darsda degan 2 litrga. Va menga dars umuman yoqmadi, darsga qatnashgim ham kelmadi degan bunga. Biroq chestni solamiz. Tenglaring bormi? Tangalaring, ayolarim degan tenglar bor. Shuni aytib solman. Men bekat.
Sen etkenmedin. Salla koy. Aferin. Balalar bugün dersimizde 3 o'quvchi menga savoli bor bo'ldimi? 4 emas, Muhammad Ali 50 tangalik ekonsadimi? Men qarab turdim. 3 o'quvchi. She'dan sanab tursak 4 ta bor ekan. 3 o'quvchi menga savoli bor ekan. Men keyin u bilan dars Bir o'quvchi qatnashdi. bir o'quvchi dars yapib Bilal tura qo'ychi. Nega yoqmadi? Aytchi. Darsda qatnashamay qoldingmi? Qatnash uchun oldi. Ders yapmadimi? Qo'y. Yana qaytaman. Darsni insana yaxshi uchun ketdi. Bankasini adashtirib ko'ramiz. O'qituvchilarimiz ko'rsin. Yok, bu dedi sana. Biz she'rimiz. Bana sağ mısın? Apaylar qaysiga sarlatib ko'ramiz. Mana aytgan. Tamam, ne yapıyorsun? Apalar var mı düşünün? Sarı apalarım zor. Yaxşı düşündüreceğim. Sen düşündün. O'rnimizdan turdik. Bolalar, darsda yaxshi qatnashganlaring uchun katta rahmat. Aferin. Tasanno, Balli, oxirida men sizlarga hammaga wow deyman. Wow degan bu ingliz tilida zo'r degan. 3 qarsak chalib qo'yamiz.